Uyg'ur kishilik huquqi qurilishi 16 noyabr kuni Uyg'ur ayollarining majburiy to'ylashtirishi, Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi millatlararo to'ylashtirish siyosati sarlavhalik cho'ng hajmlik bir doklad e'lon qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati Uyg'ur ayollarini Xitoy erlari bilan to'ylashtirish siyosatini davlat siyosati sifatida sistemliq qilib bo'lgan. Mazkur doklad yana Uyg'ur rayonidagi ayollar va bolalarning majburiy emgak va bolalarning oilasidan ayirib o'tish qatorliq siyosatlarning bevosita qurboni bo'lganligi ko'rsatilgan. Xitoy Sharqi Turkistondagi jinoiy qilmishlarning xalqaro oshkor bo'lib qolishining oldini olish, shundaqla Sharqi Turkiston xalqini axborot uchuri sohasida texmo qattiq kontrol qilish uchun chegara sirtidan kelgan parokandachilik selish telefonini taqash usuli nomli jiddiy uqtirish tarqatgan. Mazkur jiddiy uqtirishni Qashqar viloyati Makit noyisi jamoat xavfsizlik idorasi aldamchilikqa qarshi turish markazi 18 noyabr tarqatgan. Uqtirishga asosan chet eldan kelgan telefonlarni rad qilish hamda Xitoy mulozimat o'rinlariga yo'llab oshkorlash talab qilingan. 11 ayning 14 kuni Amerika parlamentida Uyg'ur qirg'inchiligiga dunyoning diqqatini tortish va tonishini oshirish uchun suhbat yig'ini o'tkazildi. Amerika Davlat Majlisi Uyg'ur do'stlik guruhi tomonidan uyushtirilgan bu suhbat yig'iniga Amerika parlamenti Xitoy ishlari komiteti a'zolarini o'z ichiga olgan nurg'un parlament a'zolari va har qaysi soha kishilari qatnashdi. Uyg'ur faoliyatchilaridan Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris, Uyg'ur akademiyasining raisi Dr. Rishad Abbas, Uyg'ur harakatining mas'uli Roshan Abbas va Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining boshlig'i Olim Seyitov qatorliqlar yig'inga qatnashdi. Amerika Kengash palatasi axborot komitetining muavin raisi, Kengash palata a'zosi Marco Rubio va bir qancha Cumhuriyetchilar partiyasi a'zolari eng yangi qonun loyihasini o'ttirib qo'ygan. Bu loyihada Xitoy Kompartiyasining 93 million a'zosining hammasiga sayohat vizasi tarqatishni cheklash planlangan. Marco Rubioning ishxonasi 18 noyabr yozma bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda bu qonun loyihasining yetmoqchi bo'lgan asosiy maqsadi Xitoy fuqarolarining Xitoy Kompartiyasiga kirish qizg'inligini tuvaltish hamda Xitoyning Amerikadagi josuslik harakati, yolg'on tashviqot qilmishlarini texmo cheklash ekanligi bildirilgan. Sharqi Janubiy Osiyo davlati Malayziyada o'tkazilgan 15-qitimliq cho'ng saylamda Anvar Ibrohim boshchiligidagi Umid ittifoqi oldida tamomlandi. 33 million nüfusga ega davlatdagi 21 milliondan ortiq saylovchilarning mo'son yomg'iriga qaramasdan bilet tashlash nisbati yuqori bo'lgan umumiy saylamda Anvar Ibrohim rahbarligidagi o'qituvchi Umid ittifoqi bilan Muhiddin Yasin boshchiligidagi Milliy ittifoq raqobatlashdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un tunigan qit'alar aro uchadigan boshqariladigan bomba sinab qilganligini dalilladi va agar dushmanlari o'z davlatiga davomli tahdid etib kelsa, yadro qurollari bilan javob qaytaradiganligini aytdi.